Men yana bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa imorat bor, qo'shnining imorat bo'lganligi uchun bu imoratda podvali yo'q, yarimida bor, yarimida yo'q. O'shaning uchun mana bunaqa holatda qoldirganmiz. Buni hatto videolarda yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa Instagram kanallarida, ya'ni quruvchilarning videolariga e'tibor bersangiz, mana shu holatda hamchi bir iloji yo'q, imkonsiz narsaday tuyultirishyapti-da uy egalariga. O'shandan ham qochyapti. Yo'q. Kartlarni qaziyotganingizda 1 metr qochirasiz. Keyin podushkasini quyib bo'lganingizdan keyin etap katta kolonna bo'ladigan bo'lsa, o'sha kolonnani joyini ochgan holatda sekin-sekin betonni quyib imoratni, ya'ni biz qurayotgan imoratda podvali yo'q imoratga suyantirib qo'yganimizdan keyingina hamma pochvani olib tashlagan holatda qolgan betonlari quyiladi. Buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q, vahima qiladigan joyi yo'q. Обязательно ani chizib, uni olib kelib, ma'mini olib kelib tekshirtirish shart emas. O'sha aytganimdek, bizlarga qancha sizlarga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, biz sizlarga shuncha mukammallashtirgan holatda yengillik sifatida tajribamizdan kelib chiqqan holda imoratlarni qurib beramiz. Salomat bo'linglar.